yaqinda qor bor yo'q, shamol kelganda bu adal-badal ketmaydimi? Biz hozir qo'shni mamlakat O'zbekistonda Andijondan kelib Qirg'izistonga o'zini xizmatini zo'r ko'rsatib kelayotgan shunaqa bir katta ohatda naveslarimizni temir ishlar bilan shug'ullanayotgan usta akamiz oldiga kelganmiz. Bizga ozgina shunaqa bir katta ishlarimizdan ma'lumot berib qo'yasiz aka. Bizning xizmatlarimiz aka katta hangar, sklad, naveslarni, to'yxonalarni tomlarini, stadionlar tomlarini yopamiz aka. Barcha materiallar o'zimizdan aka. Bu materiallar kontiner profilidan bo'ladi aka. Afzalligi bozor profilidan ham arzon, ham baquvvatligi baquvvat aka. Barchasi O'zbekistondan o'tadi. Bizga murojaat qiladigan bo'lsa, usta topaman, material olib kelib beraman degan muammo bo'lmaydi. Profilini o'zi olib bersa, biz qotirib beramiz. Ya'ni tunikasini. Tunikasini o'zi olib beradi, qolgan hamma materiallar elektro balgaga toshgacha o'zimizdan bo'ladi. Kraska qilmoqchi bo'lsa, kraskasini olib beradi, kraskasi sepishini bonus qilib beramiz. 1,5 ming so'mdan 2,5 ming so'mgacha qilamiz aka. Kvadratini. Bu endi hozir maksimal emas, bundan ham katta bo'lishi mumkin. Aka, erini 30 metrgacha qilib beramiz. Mana Bishkek, Jalolobod, O'shda ham juda ko'p obyektlarimiz bor. 4 yil, 5 yildan beri qilyapmiz aka. Qorlarni ko'rdi, boshqalarni ko'rdi. Qarashni uylarimizda valishlarini, so'rtelarini qiladigan temirchi akalarimiz ishi umuman boshqa. Mana katta nima deydi, naveslarimiz, ishxonalarimizga qiladigan ustalarimizni to'g'risi men endi ko'rishim. Faqatgina sizlardan talab qilinadigan narsa Qirg'izistonga o'tgandan keyin yemog'ini va yotog'ini обеспечить qilib bersanglar, qo'yanlari polni o'zlari butirib xudo xolasa qilib ketishar ekan.